Assalomu alaykum. Men Fazliddinova Feruza Nazrullayevna, akusher-ginekolog, reproduktolog, integrativ shifokor, shuningdek Toshkentdagi Two-Line Fertility klinikasini asoschisi hisoblanaman. Keling, bugun siz bilan birgalikda bepushtlikning sabablari va ularni qanday bartaraf etish haqida gaplashamiz. Hozirgi zamonaviy reproduktologiyada deyarli bepushtlikka olib keladigan barcha sabablarni bartaraf etish mumkin. Faqatgina qachonki donor hujayralari kerak bo'lgan holatda yoki surrogat onalik programmalari zarur bo'lgan holatdagina biz yordam bera olmaymiz, chunki O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida va shuningdek bizni islom dinimizda bunaqa programmalarga taqiq qo'yilgan. Undan boshqa zamonaviy reproduktiv texnologiyalarni barchasi hozir O'zbekistonda, xususan bizning klinikamizda mavjud. Umuman olganda eko programmasi kimlar uchun? Birinchi o'rinda trubalari berk ayollar uchun ixtiro qilingan metod sanaladi. Chunki follikula tuxumdonlardan tashqariga chiqib yoriladi, urug' hujayralari qinga tushadi va tabiiy yo'llar orqali harakatlanib bachadondan naylaga va nayladan o'tib ovulyatsiya bo'lgandan keyin ozodlikka chiqqan tuxum hujayra bilan birgalikda uchrashish kerak bo'ladi. Lekin nayla yopilib qolganda shu ikki sevishganlar bir-biri bilan uchrasha olmay qoladi. Ya'ni urug' va tuxum hujayra uchrasha olmaganligi sababli embrion hosil bo'lmaydi. Va mana shunaqa holatda bu uchrashuvni biz eko laboratoriya muhitida o'tkazib beramiz. Ya'ni ayol kishini tuxum hujayralarini terib olib, o'sha kuni turmush o'rtoqlari urug' analiz topshirib, uni ichidan bitta urug'i, bitta tuxum hujayra bilan birga uchrashtirib qo'yamiz va hosil bo'lgan embrionlarni yana bachadon ichiga o'tkazib beramiz. Mana shu oddiy eko XC jarayoni sanaladi. Bundan tashqari yana kimlarga bu narsa tavsiya etiladi? Qachonki turmush o'rtog'ingizda urug' sifati, soni jihatidan past bo'lsa, ya'ni bundan oldin aytib o'tganimdek, tabiiy yo'llar orqali urug' hujayra tuxum hujayrani oldigacha yetib borish kerak va buning uchun 1 ml urug' tarkibida, urug' suyuqligi tarkibida 15 millionta spermatozoidli, ya'ni urug' hujayralari bo'lishi kerak va ularni eng harakatchanlari 14% dan eng harakatli va biroz harakati pastini bir-biriga qo'shganda 32% dan kam bo'lmasligi kerak. Agar sizda shu ko'rsatkichlar past bo'lsa, bu urug' hujayra tuxum hujayragacha yetib borishi qiyinlashishini bizga ko'rsatadi va bunaqa holatda ham biz ularni embrion laboratoriya sharoitida uchrashtirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, agar yaqin qarindoshlik nikohi bo'lsa, oilada genetik nuqsonli farzand tug'ilgan bo'lsa yoki siz ma'lum bilasizki, sizni oilangizda ma'lum bir genetik kasallik bor va siz shunaqa kasal farzandni dunyoga keltirishdan qo'rqasiz. Mana bunaqa holatda ham bepushtlik bo'lmasa ham eko muolajasi tavsiya etiladi. Chunki eko muolajasida hosil bo'lgan embrionlarni bachadon ichiga ko'chirib o'tkazishdan oldin ularni genetik analizdan tekshirish mumkin bo'ladi. Ya'ni embrionlarda sizga ma'lum yoki noma'lum bo'lgan genetik kasallik bormi, yo'qmi aniqlab, sog'lomini bachadon ichiga o'tkaziladi. Shuningdek, yana bir bunaqa tekshiruvni bonus tomoni, qo'yiladigan embrionni hattoki jinsini ham bilishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir ekoga ko'rsatma bo'ladigan holatlardan bittasi bu sababi noma'lum bo'lgan bepushtlik. Ya'ni sizda hech qanaqa muammo yo'q, turmush o'rtog'ingizda ham muammo yo'q, urug' analizi yaxshi, bachadon yaxshi, tuxumdon yaxshi, follikula yorilyapti, bachadon naylarini turbalarni tekshirsangiz ular ham o'tkazyapti. Lekin shunga qaramasdan 2 yil o'tdi, 3 yil o'tdi, 5 yil o'tdi va siz homilador bo'lmayapsiz. Bunaqa holatda aslida xalqaro tavsiyalar 3-6 martagacha inseminatsiya qilishni tavsiya etishadi. Biz ham klinikamizda maksimum 3 martagacha inseminatsiya muolajasini o'tkazamiz. Agar muolajadan natija bo'lmasa, bunaqa patsientlarni ekoga olamiz. Nimaga? Chunki bunaqa patsientlar uchun eko muolajasi faqatgina homiladorlik sari olib keladigan jarayon emas, balki tashxislash, diagnostika uchun ishlatiladigan metod sanaladi.
Ya'ni masalan, UZDda ko'rinadi, ha, follikul yorildi. Lekin uni ichidan yaitsikletka tuxum hujayra chiqdimi? U tuxum hujayraning sifati qanaqa? Bu narsalarni na UZDda, na qon tahlillarida ko'ra olamiz. Faqatgina embrion laboratoriya sharoitida reproduktolog vrach siz tuxumingizdan follikul ichidan suyuqlikni tortib olib berib, embriolog mikroskop ostida uni ko'rgandan keyingina ma'lum bo'ladi tuxum hujayrangizning sifati. Xo'p, sifati yaxshi bo'lsa, urug' hujayra bilan urug'lana olyaptimi? Urug'lanish jarayoni kechayotgan bo'lsa, 5-kungacha u embrion holatigacha rivojlanib boryaptimi, yo'qmi? Mana shuni eko jarayonida, eko laboratoriyamizda ko'rish mumkin bo'ladi. Va bunaqa juftliklar uchun yuqorida aytib o'tganimdek, eko faqat davolash emas, balki tashxislash usuli ham sanaladi. Shuningdek, barchamizga ma'lum, 35 yoshdan keyin, agar 35 gacha 1 yil davomida siz homilador bo'lmasangiz, sizga bepushtlik degan tashxis qo'yilsa, 35 yoshdan keyin 6 oy ichida homilador bo'lmasangiz, sizga bepushtlik degan tashxis qo'yiladi va bu faqat tashxis emas, bu tezligimizni 2 barobar oshirishimiz kerak degan belgi ham sanaladi. Ya'ni qilmoqchi bo'lgan davo muolajalarimiz bilan tezlashishimiz kerak, homilador bo'lishimiz bilan tezlashishimiz kerak, qarorlarimiz bilan tezlashishimiz kerak degan ma'noni anglatadi. Mana shunaqa holatda ham vaqtni uzoq ketkazmasdan yordamchi reproduktiv texnologiyalardan, xususan ekodan foydalanishni tavsiya etgan bo'lardim sizga. Chunki hozir zamonaviy reproduktologiyada samaradorligi eng baland bepushtlikni davolash usuli bu eko sanaladi. Tabiiy homiladorlik deylik 100 ta juftlikni oladigan bo'lsak, tabiiy holatda, ya'ni 1 oy ichida saqlanishsiz, himoyalanish vositalarisiz, haftada 2-3 marta jinsiy aloqa bo'ladigan sharoitda 100 ta juftlikdan 27 ta uzoq bilan 30 tasi homilador bo'lar ekan. Agar shu juftliklarga biz eko muolajasini o'tkazsak, unda bulardan 50-60% homilador bo'la oladi. Xususan shu o'rinda o'zimizning natijalarimiz bilan ham bo'lishim mumkin. Sizlar bilan to'g'ri, o'zimizning Tuline klinikamizda laboratoriyamiz ochilganiga 10-dekabr 2025-yildan ishlashni boshladik va mana endi 3 oy o'tdi. Shu 3 oy ichida alhamdulillah chiroyli embrionchalar oldik. Homilador patsientlarimiz bor. To'g'ri, hali tug'ruqqa yetib kelganimiz yo'q. Inshaalloh keyingi yil albatta videolarimizda tug'ruq bo'lgan patsientlarimizni sizlarga ko'rsatib bo'lishamiz. Lekin umumiy hisobda ish tajribamizni olganda, boshqa embrion laboratoriyalarimizda ishlaganimizni hisobga olganda, hozirda 100 dan ortiq eko bolachalarimiz bor va alhamdulillah bu son har kuni oshib bormoqda. Shuning uchun eko protsedurasini yaxshi ko'raman, chin ma'noda, yaxshi ma'noda yaxshi ko'ramanki, ko'pgina umidsiz bo'lgan oilalarga umid bag'ishlovchi protsedura sanaladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, hozirgi zamonaviy reproduktologiyada juda ham ko'p masalalarni yechimini birgalikda siz bilan topishimiz mumkin. Qachon biz yordam bera olmaymiz? Qachonki sizga donorlik hujayralari tavsiya etilsa, qachon tavsiya etiladi? Qachonki afsuski yoshingiz katta bo'lib, tuxumdon rezervi, zaxirasi tugagan bo'lsa va sizda tuxum hujayralar qolmagan bo'lsa, yoki ba'zi bir holatlarda yosh 35 yoshgacha tuxumdonlarning erta qarish sindromi bo'ladi va bironta follikul qolmagan bo'lsa, yoki sizda biron bir follikulalar bilan bog'liq bo'lgan genetik kasallik bor, qayta sizga eko muolajasi o'tkazilgan va donorlik hujayrasi tavsiya etilayotgan bo'lsa, yoki turmush o'rtog'ingizda gipergonadotrop gipogonadizm degan holat bo'ladi, yoki noobstruktiv azospermiya holati bo'ladi, qachonki erkaklarni moyagidan ham urug' topib bo'lmaydigan holat bo'ladi. Shunda erkaklarga donorlik urug'idan foydalanish tavsiya etiladi. Bunaqa holatlarda bizning klinikamiz sizga yordam bera olmaydi. Shuningdek, surrogat onalik programmalari bo'ladi. Masalan, bachadoni yo'q ayol kishini yoki homilani ko'tarish uni hayoti uchun xavfli. Bunaqa holatlarda ayol kishini o'zini tuxumidan tuxum hujayra olinadi, eridan urug' hujayra olinadi, lekin embrion boshqa bir sog'lom ayoli bachadoniga ko'chirib o'tkaziladi. Mana shunaqa programmalar surrogat onalik programmalar deyiladi. Bunaqa programmalar ham bizning Tuline klinikamizda amalga oshirilmaydi. Agar turmush o'rtog'ingizda obstruktiv azospermiya holati bo'ladigan bo'lsa, ya'ni urug' analizlarida
bir dona ham urug' yo'q, lekin ma'lum bir gormon analizlar bor, o'shalari normada bo'ladigan bo'lsa, androloglarimiz ko'rikdan o'tkazib, ularni TZ amaliyoti orqali kichik bir operatsiya o'tkazib, undan urug' hujayrani olib turib, ayolini tuxum hujayrasi bilan urug'lantirib, embrion qilish mumkin bo'ladi. Ya'ni agar turmush o'rtog'ingizda tahlillarida urug'i ko'rsatkichlari 0 bo'lsa, bu ham siz bolali bo'lmaysiz degani emas. Albattaki androloglar bilan konsultatsiya qilib, androloglarimiz bu yoqda obstruktiv azospermiya, ya'ni moyaklarda urug' bor, yo'llarda faqat to'siq bor deb aytishsa, moyakdan urug' olib, sizni holatingizda ham homilador bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Yordamchi reproduktiv texnologiyalar o'ylab topilganiga 50 yildan oshyapti va bu texnologiyalar bitta joyda turmayapti. Yildan yilga yangiliklar, yildan yilga katta muvaffaqiyatlarga erishib kelyapmiz. Agar sizni reproduktologiyaga oid savollaringiz bo'lsa, qiziqishlaringiz bo'lsa, albatta bizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki sizlar uchun qiziqarli ma'lumotlar tayyorlab borishga harakat qilamiz. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring.